Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun ajoyib kun. Biza Ibrat farzandlar a'zolari Rustam Qoriyev va Iskandar aka Kamoliddinov birgalikda safarga o'tgandik. Topinglar qayerga? Londonga, Oksfordga sayohat qilamiz. Bu sayohatimizdan maqsad asosan Oksfordda eng zo'r bilimlarni olib, ya'ni Ibrat farzandlarni bilasizlar, til o'rgatadi. Aynan til o'rgatishdagi metodi, xalqaro metodi, gamifikatsiya orqali, ta'limdagi gamifikatsiya o'yinlar orqali o'rgatish, ya'ni talabalar bilan xalqaro aloqalarda kulturalarni o'rganish, cultural diversity va shunga o'xshagan shu kabi juda ham ko'p curriculumlar bor, dasturlar bor. Harakat qilamiz buni o'rgangandan keyin har bir kunni sizlar bilan bog'lab berib turishga. Bu narsa yangicha format. Biz bilan birga bo'lsanglar, xudo xolisa yangiliklarni bo'lishib turamiz. Iskandar boy. Sog' bo'ling. Har bir xudo xolisa Oksfordda eng oldi bilimlarni olib, Ibrat farzandlarga barini qo'llab, xudo xolisa sizlarga yangiliklarni ulashamiz. Bu endi format bemalol format endi. Ya'ni bemalol biz borib hech qanaqa montajsiz realniy hayotni ko'rsatib, bo'lgan hayotni ko'rsatishga harakat qilamiz. Biz bloger emasmiz, lekin aytga yurmaysizlar, harakat qilamiz. Eng zo'r kontentlarni sizlar bilan bo'lishga. Biz bilan birga bo'lasizlar, duolar qilaylik. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Zo'r sovg'alar bilan chiqamiz, xudo xolisa. Assalomu alaykum, hormatli. Rahmat. Rahmat. It's a business. Kind. No, not much. Dreamline is something different. So, kiramiz, xudo xolisa mana. Bismillah. Yuklarni qo'yib olamiz, xudo xolisa. Iskandar bilan joylashib oldik. Xudo xolisa 7,5 soatlik polyotmi? 7,5 soatlik flight, xudo xolisa. To'g'ri Londonda stop over, keyin xudo xolisa Oksford sizlar bilan eng yaxshilarini bo'lishga harakat qilamiz. Biz bilan birga bo'lib turinglar. Duo qilib turinglar. Hammangizga nasib etsin. Support the team. Yana sizlar bilan biz Londondan xudo xolisa. Iskandar. Assalomu alaykum. Londonga yetib keldik, hozirdan olib ketishdik. Xudo xolisa. Hozir biz juda ham ajoyib ketyapmiz. Biz birinchi bo'lib hozir Londonda to'xtadik. Bizani borgan stansiyamiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Mashlar. Yani biz ham borgan stansiyamiz. Juda ham ajoyib. Ya'ni bizani metroga nisbatan ancha murakkabroq biroz birinchi marta bo'lganligiga, lekin oddiy maketlar bo'lsa esa nima yetib olamiz. Metrolarni ko'rsanglar ham bo'ladi. Menimcha O'zbekistonni Toshkentdagi metrolar ancha yaxshi bo'lgan. O'ziga yarasha bir dekoratsiyalari bor. Juda ham zo'r. Xudo xolisa yana halol qilsanglar, davom sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Bugun demak birinchi kun. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Hormatlar. Biz Oksfordga keldik. Hozir Oksford ichini ko'rsatishdan oldin Brasenose College'damiz. Oksford ko'rsatishdan oldin biz xonamizni ko'rsatamiz. Demak, bu mana xonalar. Bu yerda bizani shared bathroomimiz, ya'ni bitta kishi uchun ikkita kishi uchun bitta bathroom. Bu yerda mana ikkinchi va birinchi xonalar. Birinchi xona mana Iskandar akaniki. Bitta talaba uchun mana yetarli hamma narsa. Eng zo'r narsa bu yerda view. Haqiqatan talabalarning hayotini bir feel qilsa bo'ladi. Mana bitta yotoqxona, ya'ni beddan bemalol Oksfordda tashqarisini talabalarni ko'rsa bo'ladi. Bu nafaqat
o'quvchilar uchun ya'ni markaz, balki aynan o'sha ayniqsa yozda talabalar turli davlatlardan Oksfordda maza qilib tomosha qilib o'rganishga, tarixini o'rganishga kelishar ekan. Iskandar aka, keling o'zimni xonamni ko'rsataman hozir. Ikkinchi xona. Realda o'ng tarafda demak. Bunaqa qo'l yuvargan joylar, shkaflar. O'ttimda svetga oqsanglar bo'ladi mana. Bu yoqda ham bunaqa alohida yoqiladigan joylari bor. Haqiqiy bir o'qishchi bir atmosferasi kelyapti. Mana bu yoqda ham mana bunaqa narsalar bor. To'pga qilsa bo'lsa kerak. Mana bu yerda zaryadkalar uchun. Keyin yana bitta life hack. Demak, UK da har doim mana bunaqa 3 tali rozetkalar bo'ladi. Sizlar bu yoqqa kelayotganingizda 3 tali rozetka, mana buni ham ko'rsatib o'taman. 3 tali rozetkalarni olib o'tsanglar, Amerikada boshqacha, Osiyoda boshqacha va UK da boshqacha bunaqa 3 talilar bo'ladi. Yoqiladi, o'chiladi. Bu yerda mana bet va bizning kirishimizdan stullar. Brasenose College, ya'ni universitetdagi bir где-то 50-60 ga yaqin kollejlar bo'lsa, ya'ni har birining o'zining nomi bor ekan. Hammasi bu Oksfordning ichida. Bitta complimentary narsalar, pechenye, kofelar, xuddi mehmonxonada mana bu ichargan oddiy suv va mana bu tifal. Bu men narsa, bu yerda shkaf. Shkaf va albatta Ibrat farzandlarini mana hujisi. Usullar va bitta kichkina narsa, kalit mana. Xudo kalit. Va eng qiziq narsa, kalitimizni mana bu narsalarni berdi. Please return keys in this envelope. Yani qaytayotganda faqat shu narsaga kalitni qaydarasan deb aniq qildi. Bu yoqda mana bizning stalarimiz. Space welcome to Brasenose College, University of Oxford. Ko'rgan bo'lsanglar. Mana history esa tarixi va umuman mana Oxford universitetiga joylashuvi mana. Biz hozir deyarli masjiddamiz. Mana masjidda. Bizning o'tgan joyimiz shu yerda. Hammasi xullas policylar hamma narsa tushuntirilgan. Buni birma-bir ko'rib tursak bo'ladi. Va buni ichida nima ekan? Demak, albatta bizda bunaqa narsalar taqib olamiz. Rustam Kariyev, ELTS, English Learning, Teacher Seminar degani mana bu. Ya'ni yozgi o'qituvchilar uchun malakasini oshirish qanaqasi kursi. Bu yerda bizning English Language Teachers seminari, workshoplari, ya'ni Mondaydan boshlanyapti va Friday tugayapti. 2 kundan. Bu week 1niki. Bu week 2niki, ya'ni work tutor time, nechida boshlanishi, otlari Sean Walden. Demak, birinchisi bizda o'zimizni tanladik. Effective international communication, helping students communicate successfully across cultures. Asosiy xalqaro, ya'ni munosabatlar talabalar bilan, butun jahondagi talabalar bilan qanday qilib munosabat qilsa bo'ladi. Va talabalarga kulturalar, ya'ni madaniyatlar, har xil madaniyatli insonlar bilan qanaqa qilib ya'ni aloqa o'rnatsa bo'ladi. Chunki juda ham ko'p ustozlarda bo'ladigan muammo, nafaqat balkim davlatlar, chet davlatlar, balkim O'zbekistonda ham bo'ladigan muammo nimadaki, talabalar bilan til topishib ketish. Qachon talabalar bilan yaxshi til topishadigan bo'lsa, men o'ylaymanki, hamma fanlardan biza o'ylagandek, ya'ni ustozlar va o'quvchilar o'zini niyatlariga yetsa bo'ladi, bemalol o'rgansa bo'ladi. Demak, timetablga qaytamiz. Demak, bu workshop 1. Ikkinchisi, demak, workshop 2, creating classroom materials, ya'ni sinfxonada materiallarni tayyorlash, taking resources, making skills to the next level. Robert McLarty, ya'ni bu yerda Oxfordda realni eng oldin ustozlari bizga dars o'tadi, mana ko'rsanglar. Va ikkinchisi, escape the classroom using puzzles, games and gamification education. Ta'limdagi o'yinlar orqali odamlarni o'rgatish, mana lokatsiyalar. Hop, program handbook, mana bu nimalar bor? English Language Teaching Seminar, ya'ni xuddi shunaqa narsa. Hamma narsa yozilgan xullas. Nimalar bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Bizga tegishli bo'lgan narsalar, informatsiyalar, domestic arrangementlar, qayerda nima joylashuvi. Bu bizda elektron versiyasi bor edi. Joylashuvi.
va eng zo'r narsa mana birinchi haftadan keyin biz uni baholayotganmiz, ya'ni how adequate was our websiteimiz qanaqa edi, chunki website orqali topganmiz. How adequate were the workshop outlines, how adequate were the joining notes, ya'ni qanaqa tushuntirishlar, poor, satisfactory, o'rtacha, yaxshi. Demak, yaxshi bo'lsa eng zo'ri bo'ladi. Juda ham yaxshi narsa ekan. Nafaqat o'quvchilar, balki ustozlar uchun ham. Ya'ni qanaqa dars o'tishini, o'tayotganligini bilsa bo'ladi mana. Ustozlarga haqiqatan bu narsa kerak va ikkinchi bekdagi xuddi shunaqa narsalar va eng qiziqarli bu yerda zo'r narsalardan biri mana bu ruchkalari University of Oxford original ruchkalari va bu yerda mana bunaqa narsalar 20% discount. We've teamed up with Blackwell's bookshop and are pleased to offer all summer school participants mana 20% discount bor ekan agar shopga kiradigan bo'lsangiz mana University Press Oxford. Даже nashriyot ekan bu mana. Voucher, please present the voucher. Agar mana shu voucherni bersangiz, mana shu shopda, mana shu shoplarda, Blackwell shoplarda hamma narsa 20% skidka bilan berilar ekan. Zo'r, dahshat. Keyingisi bizda Department for Continuing Education mana daftari, mana shu yerga nota qilsak bo'ladi. Keyingisi Your journey starts here. Bu o'zimiz uchun narsa ekan. Oxford of English Advanced. Xullas biz uchun bir qanaqadir suvenircha. Shuni bo'yicha va bu yerda daftar, ruchkalar yana ajoyib ruchkalar Oxford Test of English mana. Originali. 4 skills, 4 levels, 4 life. Yani zo'r mana. Aligned to the Common European Framework safarlar. Va well-being journalslar. Mana har bitta narsani yozamiz. List 3 good things from this week. Ya'ni haftada 3 ta eng yaxshi topgan narsang, o'rgangan narsang. What has challenged you to this week? Nima sizni fikrlashga bir ozgina qiynadi, undadi? What are the goals for the next week? Keyingi haftada sizni maqsadlaringiz. What resource could you use to achieve this test? Xullas, umumiy self reflection, ya'ni o'rganayotgan va o'rganishingiz kerak bo'lgan muammolar hammasini o'z ustidagi analizlagan mana juda ham zo'r kitob. Buni biz albatta qo'llaymiz. Ibrat farzandlarga, xudo xolisa, ibrat farzandlarning o'z uchun daftarlari bo'ladi. Va bu yerda mana bunaqa testlar mana. Ya'ni birinchi haftadagi bo'lgan jadval, birinchi, ikkinchi haftada bu English language teaching new and best selling titles ekan mana. Shu broshuralar, nimalar bor, qanaqa bor, comprehensionlar, o'yinlar, вообще dahshat. Beginnerga o'tiladigan, intermediategacha o'tiladigan hammasini yozib qo'yibdi. Mana Oxford Discovery kitoblar bilan, qaysi kitoblardan o'tiladi, вообще dahshat. Просто bomba. Xudo xolisa duo qilib turasizlar. Biz harakat qilamiz sizlar bilan birga bo'lishga. Hozir shular bizlarning qanaqalarimizni, ya'ni xonamizni, shaxsiy xonam, Iskandar xonasi. Iskandar, nima qilyapsiz? Svet yoqmadi. Sen yo'q qo'ydingiz mana. Bu mana bizlarning Iskandar anaqalari, xonalari mana hammasini ko'rdim. Shu sizga boshqacharoq ekan. Mana qo'yib qo'yibsiz. Mana men bitta obzor qilib berdim. Bu obzor qilib berdim. Juda ham zo'r narsalar bor ekan. Ko'rsak bo'ladi. Mana Iskandar bilan kelib oldik. Birinchi kun, xudo xolasa, birinchi kunda bizda nimalar bo'lardi? Orientation week deydi. Ya'ni hamma universitetga borganda sizni o'sha haftada bo'lib o'tadigan narsalar bilan sizni inductionday sizni tanishtirib o'tadi. Va kechqurun soat 6:30da dinner, ya'ni kechki ovqat, hammaga tushlik yeganimiz ertalab mehmonimiz, ya'ni shkafda o'rganamiz kunimiz. Ma'lumki hali bu juda ham zo'r tajriba bo'ladi. Chunki kiruvchimizda bolalar boshqa universitetda graduate'lar, bitiruvchilar, ya'ni boshqa zo'r universitetlari bor ekan. Boshqa bo'lishi Oxfordda juda ham ko'p universitet joylashgan. Zo'r kutib olishdi bizni. Ma'lumki oxirida shunaqa bo'ladi. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.